Chorsi bozoriga bir qadam to'g'rirog'i Florensiya to'yxonani to'g'risida 2 xona uy sotilyapti, sroshi sotilyapti. Narxini videoning oxirida aytib o'taman. Domimiz oldida bolalar uchun maydonchasi ko'rib turganingiz zamonaviy qurilgan. Eng asosiysi mana chap tomonimda avtoturargoh bemalol katta. Olgan odam bemalol mashinani qo'yib qo'ysa bo'ladi. Dom 2 xona, 4-qavat. Birinchi mana bu yoq uydan boshlaymiz. Bu yoqda mana spanni joylashgan. Bu yoqda vanna, hojatxonasi. Mana bu yoqda oshxonasi bor. To'g'ri, remonti zo'r emas. Ko'chib kelgan odam baribir o'ziga moslab remont qo'ygani uchun biz rasxod qilib remont qilmadik. O'shaning uchun ham biz pulini o'shanga qarab sal arzon qildik. Bu zali mana. Yosh oila uchun juda ham mos xonadon. Narxi 66 ming. Yana telefon qilinglar, gaplashamiz. Shu videoni Chorsi tomonidan, sentrdan uy qidirib yurganlarga yuborib qo'yinglar yoki tanishinglar bo'lsa shu uylarni tavsiya qilinglar. Sizlardan xursand bo'lardik.